O'zbeklar buni birini vana qaratib qo'ysiz, birini bana qaratib qo'ysiz buni. Necha istiyor bular? Endi har bir narsada hissiyat bor ora. Evvel ish turadi. Yodingda bormi sen? Ha, evvel ikkisi ham shuna qarab turadi. Bugun mashg'ulotlar haqida ma'lumot beramiz. Yangiliklar xudo xolasa hozircha. Damas avtomobillarimiz har doim bo'ladi, xudo xolasa 30%. Yana birdan qo'shildi, yana 5% ham qo'shildi endi. 25, 30, 40, 50, 60% dan to'lab, rassosiga olib ketadilar Damaslarimizni. Bundan tashqari Cobalt'larimizda oz qoldi. Vibrindi hozir kunda shartnomalarimiz boshqa tugayapti. Yanvar, fevral oyini limitini biza deyarli bo'lib bordik. Shu fevral o'tmaydi. Fevralda yana ozgina uzilish bo'lib qolishi mumkin. Cobalt'da sabr qilib turadilar shartnomasida. Hozir harakat qilib olib qoladi. 1-fevralcha bosh shartnomam xudo xolasa yetarli deb turibmiz o'zimchalik. 100 dan yaqin shartnomam bor. 1-fevralda yetsa, arenda ozgina bundan 15 uzilish bo'lib turadi. Klientlarga shuni aytib o'tsak edim. Shoshilib qolsalar, xudo xolasa tezroq uspet etsalar, üzerine yaxshi doğru. Ertaga buning kelib yo'ldagi O'zbekka shartizmni cho'lashtirdingmi deb o'tirmishsa, podpishga etib like bosib tursangiz, shuning chiroyli ma'lumotlarni berishda davom etamiz. Qo'ldan kelgancha har kun sizlarga ma'lumot berib boramiz. O'sha hafta sondan yangilik olib turibdi, novi o'zgarish bo'lib turibdi. Hammasi to'g'risida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib turamiz. O'zbekka rahmat ma'lumotlar uchun. Yaxshi.